Talat aka. Ha. Jahon chempionati jadvalini qarang. Ha, shunday. Qani endi ingliz tilini bilganimizda. Ha. Amerikaga borib, stadionda o'tirib, o'yinlarni mazza qilib tomosha qilardik, ha. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir boylar dumiga. Talat aka, odamni hafsalasini pir qilasiz. Sizda bir orzu havas ham bo'lmaydi-ya. Endi qarang. Bizi O'zbekiston terma jamoasi K gruppasi ekan, ha? Hada. Gruppamiz K gruppasi. Raqiblarimiz ham Kolumbiya, Kongo, Cristiano. Nimaga Cristiano? Portugaliyada. Cristiano Portugaliyada. Yaxshi. O'sha Talat aka, gruppamiz ham K ekanda. Bu nima degani? Kuchli gruppa ekan deyman. Kuchli. Endi mana shu Kolumbiya degani qanaqa davlat? Urush bo'lyapti bu yerda? Nima deyapsan? Xumpar? Oshqovoq kalla? Geografiyani o'qiganmisan o'zi? Kolumbiya Lotin Amerikasidagi davlat-ku. 19-asrning boshida Simon Bolivar boshchiligidagi ozodlik harakatlaridan keyin mustaqillikka erishgan. 2016-yilda urush tugab, murosa etagini tutishgan. Venezuela, Ekvador, Peru, Panama bilan chegaradosh. Aholisi 53 million. Ispan tilida gaplashadi. 33 ta departamentga bo'lingan. Iqlimi ekvatorial. Nobel mukofotini sovrindori Gabriel Garcia Marquezning vatani bu. Sen bunday yuksak madaniyatni tushunmaysan. Xullas, kuchli komanda bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Ezib qo'yishi mumkin. O'qish kerak-da, uka. Uyat-a, sharmandali holatda. Uyat-a. Talat aka, qo'ysangiz-chi. Mayli. Ammo shuncha narsani qayerdan bilyapsiz? O'qish kerak-da. Endi haligi yana anu mango degani bilan ham o'ynar ekanmiz, ha? Qovoq kalla. Mango emas, Kongo. Kongo demoqchidim, adashib boribman. O'sha Kongo qanaqa davlat? Siz ham bilmasangiz kerak buni. Dunyoda bir mamlakatlar ham ko'p-ey. Kongo'ni ham bilmaysanmi? Kongo ikkita davlat. Birisi katta, birisi kichik. Kichigi Kongo Respublikasi. Biz o'ynaydiganimiz kattasi. Kongo Demokratik Respublikasi. Talat aka, qanaqa qilib bitta davlat, ikkita davlat bo'ladi? Sen bilmaysan jahon tarixini, xalqaro masalalarni. Biz bilan o'ynaydigan davlatni 110 million aholisi bor. Aholisi 242 ta tilda gaplashadi. Hududi kattaligi bo'yicha Afrikada Jazoirdan keyin 2-o'rinda turadi, uka. 1876-yildan 1960-yilgacha Belgiya mustamlakasi bo'lgan. Mustaqillikdan keyin ham juda ko'p davlat to'ntarishlari bo'lgan. Voy, fuqarolar urushidachi millionlab odamlar o'lib ketgan. 2002-yildan urush tugagach, keyin barqarorlashib, hammasi kim joyiga tushgan. Omma boyligi juda katta. Kobalt, texnik olmos qazib olishlarda dunyoda 1-o'rinda turadi. Xullas, kuchli komanda. Afrika Millatlar Ligasida 2 marta Afrika chempioni bo'lgan. O'yinchilari Yevropada o'ynaydi. Otdan ham tez chopishadi. Ehtiyot bo'lish kerak, uka. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuncha narsani, ma'lumotni, tarixni qayerdan bilyapsiz, Talat aka? Siz yerga maktabda ham yaxshi o'qimagansiz. G'irt ikkichidingiz-ku. Qoyil. Juda kuchayib ketyapsiz. Endi qarang. Jadvalga qarang, Talat aka. Bu yerda qarang, haligi Kurasan degan davlat ham bor ekan, ha? Xomkalla, o'qimagan. Ko'rdingmi, mana ma'naviy qashshoqsan. Emas. Kurasao deyiladi. Karib dengizini bo'yidagi davlat. Bo'ldi, senga gapiraverib charchadim, dumbul. Shuncha narsani qayerdan bildingiz? Menga ham o'rgating, Talat aka, men ham bilay. Anov kitobni ko'ryapsanmi? Hamma hikmat ana shu kitobda. O'qiysan-u, hammasini bilib olasan. Oilaviy kitob. Mundialni Laziz Rahmatovning Dunyo mamlakatlari ensiklopediya kitobini o'qib tomosha qiling. Futbolni, mamlakatlarni bilishdan boshlaylik.